الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد hürmetlik qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 123 oyatiga keldik. Bugungi oyatimiz ilgirki oyatlarda tekrar so'zlanish orqali bizning diqqatimizni tortayotgan, bir qatim shaytonning tili orqali ifodalanayotgan, yana bir qatim Allah shaytonning shu xususiyati, şu hilemikir türleri qatarida tilga olgan şeytanның insonni ozdirish shakllaridan birisi. O bo'lsa-mu shaytonning insonni quruq orzu, xiyollarga sap qo'yishi, ishlarga jiddiy shaklda qaramaslik, masalalarni quruq orzu, xiyol bilan bitirab qilishga urinish, ya'ni amaliy olmaslik, amaliy ishga cho'kmaslik qatorliq bir qator şeytanның ozdirish shakllari. Oyatda bizga alohida eskartish shaklda shunday deydi. Avval bir narsani deb qo'yishni unutmay, ilgirki oyatlarda ikki qatim takrar bir qatim shaytonning o'zining tili bilan, yana bir qatim shaytondan xabar bergan asosda shaytonning insonlarni ozdirish yo'llaridan birisi xam xiyolga, quruq orzu, havaslarga silish ifodasi etdi. Bugungi oyatda Allah'ın şu ahval 3. qatim tilga ilinib, eskartilib, shunda xitob qilmoqdi bizga. Estağfirullah. Laysa bi amaniyikum wa la amani ahlil kitab. Men ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay qarindoshlar. Ish sizlarning quruq orzu xiyolinglar bilan bo'lmaydi. Yoki ahli kitobning iddao qilganidek, da'vo qilganidek unda quruq orzu xiyollari bilan ham bo'lmaydi. Kim eskilik qiladi ekan, yomon ishlarni qiladi ekan, jazolanadi. Allohdan boshqa uningga hech qanday bir yaqin, hech qanday bir yordam berguchini topolmaydi. Oyatda quruq orzu ifodasidan birisi bor. Amani, yani umniya ifodasida arabchada. Bunu biz ilgirki darsdami mavhum narsalarni real shaklda tasavvur qilish yoki masalalarga mavhum tasavvur bilan muomala qilish, haqiqat olmagan ishlarni haqiqat o'rnida ko'tarib chiqish qatorliq bir qancha xil shaklda qanaqantoq tushundirgandik. Endi bugun bu alayda ta'kidlangan bo'g'achqa men yani boshqacha bir shaklda bir ifodalash orqali sizlarga texmo aniq bir tushunchisini oydinlashtirib berishga tirishyapman. Ya'ni quruq orzu xiyol degan nima? Bu yerda ish sizlarning orzu xiyolinglar bo'yicha bo'lmaydi degan orzu xiyol nima desa, hech qanday amaliy qadam olmasdan bir narsaga intilish, bir narsani tamo qilish, bir narsani orzu xiyollarni qilish. Buning en küçük derecesi hayatımızdaki küçük işlerine kadar. Mesela deyli, imtihanda belki yuqur numara alishni arzu qilamiz. Yuqur numara olsamken, maktabni a'lo natija bilan bitirsamken deymiz. Amaliy ish yo'q, o'rganish yo'q, muzokara yo'q, tirishish yo'q. En oddiy misoli bu. Yuqurisi cennet gibi büyük bir hayat nişanını amelsiz, işsiz, yani ameli kadem almasdan
onu qana qilish, arzu qilish. Mushlarning hammasi men eng tuan, eng oddiy misollardan, hayotdagi misollardan tortib, hayotimizning buyuk arzu, arman nishoni bo'lgan jannatga qadar doiraning hammani o'ziga olgan shaklda sizlarga tushuntirish uchun tirishyapman. Ammo o'sha kelgan vaqtda hayotning bunda bir prinsipini men sizlarga deyishni to'g'ri topdim. Inson dunyoga kelgan vaqtida dunyodagi har narsa insonga xizmat qiladigan bir yaxshi, go'zal bir shaklda uning oldiga tashlangan bo'ladi. Atrofidagi har narsa. Mayli tuproq, mayli havo va boshqa kichik, cho'ng kichik hamma narsa insonga xizmat qiladigan darajada. Mening shu insonga xizmat qiladigan darajada deganim har narsa yaxshi bir holda. Agar numr qo'yish to'g'ri kelib qolsa, ya'ni yaxshi degan numrni qana qila olamiz, qo'ya olamiz. Har narsa shu. Endi ma insondan ma hayotida talab qilinayotgan bir talab bor, imtihon shaklida. Atrofingdagi yaxshi bo'lgan har narsani yaxshi bo'yicha davom qildirish eng adno talab, eng oddiy talab. Agar sen texmi yuksalmoqchi bo'lsang, ya'ni jannatga kirmoqchi bo'lsang, atrofingdagi yaxshilikni texmi yuksaltirish. Ambiyadagi yaxshi hukm har narsaning foydali bir holati yaxshi holat deymiz. Mush foydali holatni, manfaatli holatni, foydali manfaatli holati saqlaganimizning o'zi eng oddiy talab. Ya'ni buni buzg'unchilik qilmaslik, buzmaslik ifodasidan ifodalasak bo'ladi. Ammo qo'limizdan kelsa Allohning bizni talab qilayotgani odatdagi normal yaxshini texim yaxshi qilish, texim yaxshini güzel shaklga qana qilish. Ma insondan talab qilingan narsa hayotda. Masalan, bunga bir misol olsak, bir quduq bor. Quduq insonlar, shu atrofdagi insonlarga suv beryotdi. İnsanlarning hayotini ta'minlayotdi deyli. Biz shu quduqning atrofidagi inson bo'lish sifatimiz bilan eng oddiy talab juma, bizdan eng oddiy talab qilindigini shu quduqni buzmaslik. Quduqqa axlat, chang tuzanglarni tashlamaslik. Quduqning suyini bulg'amaslik va har qanday quduqning to'xtab qolishiga sabab bo'lgan ishlarni qilmaslik eng oddiy talab. Ama bizden talep kılındıgan qadam-qadam, palampay şekildeki talep ne mi desa, muşu quduqning texmi güzel hizmet berishi uchun, suyuning texmi pokiz bir holatda, texmi qulay holatda yetkazilishi uchun qana qilish, xizmat qilish. Men misol shaklda aytaman. Masalan deyli, shu qatorida quduqning atrofini chiroyli bir shaklda qatirib, chang tuzang tushmaydigan, axlat tushmaydigan, atrofini to'lab degandek bir holatga akilish, bu bir palampay, yana bir qadam deyli. Ikkinchi qadamda qulay shaklda kishilar qisqistan bo'lmaydigan bir shaklda suvga erishalaydigan bir holatni, masalan, bevositalarni qo'llanib suvni sirtiga chiqaradigan, quduqqa tushib emas. Men burungi zamonlardagi cho'ng quduqni tasavvur qilaman. İçiga tushib emas, ustida turib tatalaydigan holatga kelish. Bu ikkinchi qadam bo'lsa, uchinchi qadamda shunda bir elektrik vositalarni qo'llanish orqali qolaycha kuchimasdan suv tatish. Bu uchinchi qadam. Bu texnik yaxshilaganlik bo'ladi. Texnik yaxshilaymiz desak, bu quduqning suyini to'g'rilashtirib, oilalarga qana qilish, yetkazish. Mana buning hammasi misol. Mening hozir meyada demakchi bo'lganim shu. İnsanın atrofida inson uchun xizmat qilishga qo'yilgan zimindagi har narsa eng aqalli xizmat holatida insonga hozirlangan. Ya'ni yaxshi bir holatda. İnsonning talab qilindigini nima desa, buni texim yaxshilash, unumini texim yuqori oshirish. Bu Qur'oni Karim atalg'usida yaxshi amal, solih amal atalg'usi bilan ifodalanib kelayotgan masalalar bu. Agar qilinmagan taqdiringda shu eng oddiy holatdagi yaxshiligiga zarar yetkazmaslik, uni buzmaslik. Ashuningga buzg'unchilik qilish Qur'oni Karim ifodasida zaminda buzg'unchilik qildi, fasodchilik qildi degan ifodalar qo'llanilgan. Endi jannat nimaga va'da qilingan desa, men bayotdan misol shaklda so'zlagandek insonning yaxshi ish qilishi, atrofdagilarga manfaat yetkazishi, atrofidagi insonlarning yashashiga qulaylik yaratish, ularga xizmat qilish asosida va'da qilingan narsa jannat. Bu ishlarning hech qaysisi og'izdagi quruq gap,
yoki kalladagi quruq orzu xiyol bilan bo'lmaydi. Qur'on buni kesib bugungi oyatda. Ta'kidlayotdi. Ya'ni ishing, ya'ni sening jannat orzuying yoki jannatdan boshqa dunyodagi hayotdagi yetmoqchi bo'lgan ba'zi bir nishonlaring qaysini olsak bo'ladi buning misoliga, chunki hammamizni o'z ichiga oladi. Quruq gap bilan bo'lmaydi. Orzu xiyol, quruq xiyollar bilan bo'lmaydi. Cho'qim amaliy ish qilishing kerak. Chunki Allah hayotda sababda bir qonuniyatni yaratdi. Sabab degan nima desa, sen bir narsaga erishmak uchun bir ishlarni qilishing kerak. Mutlaqo bu bir qonuniyat. Hatto Qur'onda bizga hikoya qilingan buyuk insonlarning voqealigida qanday tasvirlanadi? Fa'atba'a sababa. Yani qilishga tegishli ishlarni qildi. Sabablarni qildi. Bir kasaldan saqaymoqchi bo'lsang, doğru yeyishing kerak. Ammo sening kasalingni saqaydigan Allah, chunki doğruga saqaytish rolini vergan Allah ve kasalingning shu doğruning ta'sirini qabul qilib, kasal mikroblarininki, viruslarininki yo'qolish alohidligini qo'ygan Allah. Bu nuqtaga Allohning inoq bo'lish kerak. Yani insondan Qur'on bir narsani talab, bir ishni talab qilyotdi. Ammo inson aksicha ben o'ngda yetib yetdim desa, eng oddiy ifoda. Ishlamay yetishdim desa, men kurash qilmay turib zaminimga erishdim desa, jihad qilmay turib, urush qilmay turib g'alabaga erishdim desa, butun kuchlarni qarshilik qilmay turib dushmanlarni yurtimdan qo'g'lab chiqardim desa, hammasi quruq orzu xiyoldan boshqa narsa emas. Buni Qur'on bugun kesib bu oyatda. Hatta biz diniy nuqtaga kelaylik, buning misoli shaklda. Din bir hayotdagi yashash uslubi. Hayotdagi yashash yo'li ma din. Zaminda munda yasha degan bir ifoda u. Yashashning usullari u. Bir kishi endi o'zini dinga mansub qilgan bo'lsa, men bir musulmon degan bo'lsa, men dinga kirdim, men mush din bo'yicha yashayman degan bo'lsa, mush odam cho'qim o'zi kirgan bu yo'lning qoidalariga bo'ysunish kerak va qilgan talablarni o'rinlash kerak. O'zidan talab qilingan majburiyatlarini ado qilish kerak. Bu amaliyotchilik. Ammo aksicha men bir dinning mansubi dedi yoki men musulmon dedi. Ama İslam'ның talab qilganini qilmadi. Bu yo'lning talab qilganini qilmadi. Yasha degan usulda qanday qilmadi? Yashamadi. Yasha degan usulda yashamadi. Buning eg'izdagi men musulmon degini, men bu yo'l orqali islom va'da qilgan natijaga erishman degini yoki bu yo'lga kirish orqali Alloh va'da qilgan jannatga erishman degini bari quruq gap. Hammasi reallik emas o. Qur'on bugun davotdi ya, Leysa bi amaniyikum. Ya'ni sizlarning quruq orzu xiyolinglar bilan bo'lmaydi degandagi sizlar xitobi mayli mu'min bo'lsin, mayli kofir bo'lsin, mayli munofiq bo'lsin, hammasini o'z ichiga oladi. Mu'minlarni mu'minlarcha, kuffarlarni kuffarlarcha, munofiqlarni munofiqlarcha o'z ichiga oladi. Chunki har odamning hayotda bir matalloq yo'li bor va bu hayotning bir qonuniyati bor. Bu qonuniyat bo'yicha bir qadamni olsang, bir sababni qilsang, uning natijasiga erishsa, har narsa bir narsaga bog'langan. Jannat iymon etishga bog'langanki, iymon etmay turib jannatga kirolmaysa, yaxshi ishlarni qilmay turib jannatga kirolmaysa, endi dunyolik ishlarimizni hatto imtihondagi yuqori numur tirishib o'rganishga bog'langan, uni qilmay turib u qilolmaysa. Sen bir iqtisodli odam bo'lmoqchi bo'lsang, shuning talabiga jamiyatdagi shunga ko'ra talablarga uyg'unlashing kerakki, aniqsa topalaysan. Har qanday ish yuksalmoqchi bo'lsang, shuning talablarini o'rindash orqali yuksalishing kerakki, bu qalladagi quruq orzu, xiyol bilan bo'lmaydi. Shunga biz ba'zi insonlarni ko'ryapmiz, turli hamda jannatni orzu qiladi, iymoni yo'q. Jannatni orzu qiladi, yaxshi ish yo'q. Dunyoda nurg'un utuqlarni orzu qiladi, sababini qilmaydi. Yuqori numurni orzu qiladi, o'g'inish qilmaydi. Ya'ni bu hayotda ham xil qilib ketaman bu buloq birga bula boshqalar nima bo'lsa shu ulama degan bir shaklda qilishda qutulib qilish yoki
İşlemesin o, bana çıkan vaxtda işleş arzusu bilan yaşaydı. Xiyaliçi bu ne? Biz Allah'a yaxşı gumanda oldu. Allah'a yaxşı oydu oldu. Çoxum Allah bizni taşıvatmaydı deydi. Halbuki bugünkü ayet bunu kesivatıdı. Ya onda olmaydı işler. İşlerin kaidesi var, tertibi var. Hasan el-Basri rahimahullah muşta adamlarga nim deb javob berdi bilamsizlar? İman. Arzu, xiyal, ümitlen bo'lmaydi. Quruq arzu, xiyal, ümitlen. İman degan nima desa, avval qalbda bekigini. Ondan keyin mushu qalbdagi shu imonning amaliy ish harakatdagi ifodasi. Bir bo'lib kishilar bor, deydi Hasan el-Basri. Bular ne? Allah'ın kechirim qilish arzu, xiyali bularning kallasiga bekib olgan. Shu aldab ketgan. Shu boshqaga eketgan. Hattoki bular dunyodan hech bir yaxshilik yo'q chiqib ketib qoladi. Mushu quruq arzu xiyolning turtkisida. Bulardan agar bu to'g'risida so'ralsa deydi-ki, "Voy biz Allohga yaxshi o'ydi bo'ldik. Bizni cho'qim kechirib o'tdi. Bizga jannat urdi" deydi. Halbuki bularning degani bu yolg'on. Agar bular haqiqatan de Allohga yaxshi o'ydi bo'ladigan bo'lsa, Alloh ishlanlar deganlik uchun buni yaxshi ishlarni qilibdi. Tegishlilik, keraklilik ustidagi majburiyatlarini ado qiladi. Bu Hasan el-Basri rahimahullohninki bu nuqtadagi nimasi tushunchasi qarindoshlar. Masalan deyli, mush iman masalasida mu'minlarning jannatni arzu qilib musulmonlarning uningga yarasha amal qilsa erishalaydigan, amal qilmasa bu bir quruq arzu, xiyol bo'ladigan ifodasini ba'da o'qiy hozir. Hatto munofiqlarning shu kuparlar, ularning o'zguchilik bir nazariyalar bor. Biz buni surib Kahfning 36-oyatda qaysi kuni bir darsda o'qib o'tdik qarindoshlar. Bular aytdiki, qiyomat bo'lmaydi. Ma'ashda o'ylayman deydilar. Va ma azunnu sa'ata qoima. Qiyomat bo'lmaydi. Bo'lib qolsa, dunyoda biz qanday yashagan bo'lsak, shunday yashaymiz deydi bular. Dunyoda qanday darajaga erishgan bo'lsak, qiyomatda shu darajaga erishamiz. Tirilib qolib qolsak deydi. Bularning bu bir arzu xiyoli va mushuni ma'oyat kesib o'tdi. Bunday yo'q. Ish quruq arzu xiyoldan bo'lmaydi deydi. Hatto oyatning keyingi qismida ahli kitobda bir ifoda bor. Ahli kitoblarning nazariyasiga borganimizda bularning mana nazariyalarni qanday ko'ralaymiz. Bular deydi-ki, Yahudlar deydi, jannatga Yahudlar kirdi deydi. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Xristianlar deydi-ki, jannatga xristianlar kirdi deydi. Bir turib. Yana bir turib, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Dazaq kirib qolsak, shu necha kun kiramiz? Necha kun kirib chiqamiz? Ya bularning hammasi qo'rqoq so'qiyor. Unda emas. Mesela bunda develiş olallar, o'ylab olallar, bunda quruq arzu hamxiyolot chiqishlar tutmaydi. Her ishning bir taqozosi bor, her ishning bir talabi bor. Shu talab amaliy ijro qilinmasa, o'rindalmasa, uning natijasi qana qilmaydi, chiqmaydi qarindoshlar. Shu boshqa oyatning oxirisida nima deydi Alloh? "Men ya'mal su'an yujza bihi va la yajidu lahu min dunillahi waliyya wa la nasira." Kim yomonlik qiladi ekan, nachar ishni qiladi ekan, mutlaqo jazolanadi. Allohdan boshqa uni qutqizadigan hech bir uning yaqini yoki uningga yordam berguchini qana qilolmaydi, topolmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mushoyat haqida bir qilgan rivoyati bor. Chunki oyatda yomonlik qilgan odam jazolanadi ifodasi bor ya. Bu shu vaqtdagi musulmonlarga ig'ir keraklik. Chunki insonda har zamon bir yomon ishlar bo'lib qolishi mumkin. Bilib bilmay g'ayvatlarni qilib qoladi, bilib bilmay xiyonatlarni qilib qoladi, bilib bilmay ishqi bir ishlar yuz beradi. Bunda bo'lgandan keyin inson qilgan har xatoligiga jazolanib o'shib qolsa, bizmi tugishib tuqya degan bir holat shakllangan musulmonlarda Rasululloh bularga deganki, "Yo'q, sizlarning qildiqinglar bu. Saddidu, to'g'ri yo'lda manglar. Va qaribu, to'g'ri yo'lda manglar." Ya'ni amal bor demakchi. Qudratingning yetishicha to'g'ri tarafga qarab manglar. Ya to'g'ri yo'lda manglar va to'g'ri tarafga qarab manglar. Uzluksiz liniyanglar shu olsun, yo'lishinglar shu olsun. Undan boshqa qilib qolgan endi xatolik, ba'zi itib qolgan xatolik, o bu taraflar Musulman yetken her bir eziyet
şu işlarning kafarati. Hatta bir musulmonga sanjilib ketgan bir tikan, bir musulmon uchirgan bir musibat uning xatoligiga kafarat. Şu noktadan ayetdeki yaman ishni qilgan odam jazolanadi degan oyatni ba'zi ulamolar bu oyatdagi yaman ish şu kufri, shirkdan iborat. Yani shirk. Çünkü Allah shirkdan boshqa butun gunohlarni kechirishga va'da qildi. Illaki shirkni kechirmaydiganligini aniq oshkora o'tirib qo'ydi Qur'onda. Undanki mayadagi yomonlik qilgan odam jazolanadi degan gap shirk. Qolgan musulmonlar qilgan bu jinoyatlar qanday qilinadi? Kechiriladi. Kufrmi kechirilmaydi? Kezalika najzi kulli kafur. Surah Fatir'in 36. ayeti. Yani bu yerdeki şirk kechirilmaydi. Men ya'mal su'an deki su'an. Kim yomonlik qilsa jazolanadi degandagi su'an, birisi shirk, yana birisi nima? Kufr. Ammo undan boshqa bir odam musulmon bo'lib bilan, mu'min bo'lib bilan insoniy ojizlik bilan bir ishlarni qilsaldi, bir gunoh, ma'siyat yuz berdi, yani shirk emas, kufr emas. Bu ibodatni degandek musulmonga yetgan har bir aziyat, hatto bir tikan, hatto namoz bilan namozning oraliqidagi ikki namoz, o'tirdagi ishlarga kafarat, juma bilan juma o'tirdagi ishlarga kafarat va shunga o'xshash musulmonlarning qilayotgan hajlari masalan va iymonning taqozosi bo'lgan har ish o'sha ishning mas'uliyatini ado qilgandan boshqa yuz bergan jinoyatlarning hammasiga bo'ladi kafarat. Ya'ni musulmon ma shaklda gunohlardan poklanadi. Ammo mushriklarning gunohi kechirim qilinmaydi, kufrlarning gunohi kechirim qilinmaydi. Bular bu jinoyatdan qutulish uchun qiyomat kunisi o'zini Allohdan qutqizadigan hech bir yordamchi yoki hech bir bularga yaqinni qanaqlanmaydi, topolmaydi. Yaqin deyishim chunki oyatda vali endi bir ifoda, vali insonga atadorchilik qiladi deymiz Uyg'urchada. Ya'ni yaxshi ko'rib uni, yaqin ko'rib, uningga sahib chiqadigan kishini vali deymiz. Nasir bayatingdek vali ifodasi bo'lsa, ammo buningga sirtdan kelib yordam beradigan bir hukmlarni o'z ichiga oladi. Har holda Allah'tan başka hiç qanday bularning yordamchisi yoki bularni qutqizib qoluvchisi bo'lmaydi qarindoshlar. Andikin ma'ayat mushu shaklda oxirlashgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mu'minlarningki qilgan har ishiningki nima amaliy ish to'g'riliq bir gap bo'ldi ya, quruq orzu xiyolningki orzu umidning bir narsa yaramaydiganligi haqida gap bo'ldi ya, buning qarshisida amaliy ishning mukofoti haqida Allah subhanahu wa ta'ala 124. ayetinde deydi: "Ve men ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa ve huve mu'min fe ulaike yedhulunel cennete ve la yuzlamuna naqira." Yani kim ki meyle kishi bo'lsin, yoki nim bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, yaxshi ishlardan qiladi ekan. Mu'min holatda ve huve mu'min bir ifoda var. Bu ifadeni sal turib tushundirma alohida. Ana shu kishilar jannatga kiradi, qilchilikni qana qilinmaydi, zulm qilinmaydi. Oyatning mazmuni bu qarindoshlar. Endi oyat yana diqqatimizni tortgan inchki nuqtalardan bir qanchaga tegish o'timiz. Oyatda mayli er yoki ayol bo'lsin, yaxshi ishlarni qilsa demadi. Yaxshi ishlar din qilsa ifodasi bor. Bu yerdagi din ifodasi til nuqtasida nimani ifodalaydi desanglar, kishi hayotda bütün yaxshi ishlarni qilinmaydi, ham qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Inson o'z doirasida ish qiladi va o'z doirasida yaxshi ish qiladi, o'zining doirasining sirtiga chiqib bo'lmaydi. Buni biz hayot tajribamizdan bilamiz. Ba'zi qarindoshlarimiz bütün bir ummatning masalasini ustiga oladi. Andakin bağan siri ruhiy tushkunlashadi. Xuddi o'zi hech qanday bir mas'uliyatni ado qilmagan bir fosiqqa o'xshash bir ruhiy kayfiyat bo'ladi. Asta yavash bu o'zini va boshqalarni shu tufaylidan ayblaydigan, eng oxirida boshqalarni bunda asiga, fosiqqa yoki har xil kufri atalg'ular bilan ayblash, o'zi bilan qo'shib ayblash girdobga boradi. Bu yerda Alloh yaxshi ishlar din dedi ya, insanın hayattaki taqdi öz dairasida bo'ladi. Kishi o'zga ustiga tushgan vazifalardan qudratinin yetkincha yaxshi ishlarni qilsa, hayotdagi vazifasi tugaydi. Buni bu yerda bir ishlatgan iboratim bor, ifodam bor. Qudrati yetgan doirada. Alloh har kishiga o'xshash qudrat bermaydi. Har kishiga o'xshash iqtidor bermaydi. Ba'zilarning iqtidori keng bo'lishi mumkin.
ko'p bo'lishi mumkin, yuqori bo'lishi mumkin, imkoniyati keng bo'lishi mumkin, doirasi keng, qo'li uzunga yetishi mumkin. Bularning mas'uliyat doirasi shu doirada bo'ladi. Ba'zilarning ta'riladi. Ularning mas'uliyat doirasi shu doirada bo'ladi. Har kim o'z doirasida ustiga tushganini voyaga yetkazib ado qila olsa, yaxshilarni vujudga keltira olsa, bu Allohning bergan mukofotiga loyiq noil qanaqlalaydi, bo'lalaydi qarindoshlar. Bu bir nuqta. Men ifodalamoqchi bo'lgan bir nuqta. Ya'ni bir narsani qistirib o'taymi shu yerda. Yaxshi ish degan vaqtimizda yana deydiganim shu, ta'kidlaydiganim shu, yaxshi ishning eng to'nchaki bizga foydali bir holatlar bilan qurilgan tabiiy holat. Mushni buzmaslik yaxshilikning eng to'nchaki. Yaxshilikni o'zbati davom qilib qo'yish yaxshilikning eng to'nchaki. Onun yuqori martabalari qadam yaxshini texim yaxshilash, uni texim yaxshilash va uni eng yaxshi darajaga ko'tarish, bu bizning talab qilinayotgan yaxshilikning darajalari qarindoshlar. Buni qana qilmaylik, qallimizdan qana qilmasligimiz kerak, chiqarmasligimiz kerak. Undan ikkinchi nuqta, yaxshi ishlarni qilgan deganga men bayatdan har xil hayotdagi va oxirat munosabatlik, dunyoga munosabatlik misollarni aytdim ya, buni misollarga kelib qilishi mumkin. Musulmon bo'lmagan, mu'min bo'lmagan, ammo insoniyat uchun pek ko'p yaxshilik qilgan insonlar bor. Bular jannatga kirishimdi desa, ilohiy adolat shuki, burungi nurg'un darsimiz deb o'tganimizdek, har odam qilgan yaxshi ishidan ko'zligin kirishidi, nishonlig'iga erishidi. Bu ilohiy adolat. Bir odam o'zining qilgan yaxshi ishidan Allohga iymon etib, oxiratga iymon etib, jannatni umid qilib qilgan bo'lsa, jannatga kirishidi. Bir odam o'zining qilgan yaxshi ishlaridan iqtisodni umid qilib, iqtisodni ko'zlab qilgan bo'lsa, iqtisodga erishidi. Nom obro'yini ko'zlab qilgan bo'lsa, uningga erishidi. Uning mukofoti shu, o'zi ko'zlagan nuqtada bo'ladi. Bu ilohiy adolat. Bunu ilgili dersde biraz kengri so'zlagan bo'lib bir so'zlamaymiz. Ama bugungi oyatda shuni ifodalayotgan nuqta qaysi desa, va huwa mu'min. Jannatga kirdiganlar shu jannatga keldi. Jannatga kirdiganlar, jannat mukofotiga noil bo'ldiganlar, shu jannatni orzu qilganlar, shu jannatni nishon qilganlar iymon orqali, iymon etish orqali ham erishalaydi bunga. Uning erishmaganlar dunyoda har qancha ish qilib kessin, qanaqlanmaydi, erishamaydi. Ondan keyin oxirsida hayatning oxirisidagi muhim nuqtadan birisi asla zulm qilinmaydi desa, ba'zilarning kalasiga zulm qilinish, zulm qilinmaslik ifodasi har narsaning o'lcham bilan berilish, o'lcham bilan elinish huqumiga kelishi mumkin, ammo ma'no bundan biroz kengdir. Masalan, deyli zulm qilinish degan nima, zulm qilinmaslik degan nima degan vaqtda ba'zilar yaxshilik babida shu yaxshilikni qanchalik qilgan bo'lsa mukofot shunchalik bo'ladi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Manda nuqta deb tushunsak, bu buni misol bilan tushuntiray. Ben bir adamni ishlatdim, oyligiga 1000 so'm maosh asosida. Birinchi oyda biraz yaxshi ishlaganlik uchun 1,5 so'm berdim, ikkinchi oyda 1000 so'm berdim. Birinchi oyda 1,5 so'm bergan pulning oldi ustidagi 500 so'm ona bergan mukofot. Ammo ikkinchi oyda 1000 so'm berganligim zulm qilinganlik emas. Chunki uni deyishganimiz shu. Mushu masalani tushungan bo'lsak, dindagi jazo mukofot shakli Alloh subhanahu va taolo İnsanın qilgan jinoyatiga qarshi jazo olmoqchi bo'lsa, agar xolisa ayni paytda jazo beradi, xolisa kechiradi. Kechirganlik Allohning uning zulm qilganligi emas, balki yaxshilik qilganligi. Endi yaxshi ishlarga qarata qilgan yaxshilik 10 hassa va uning o'xshatda 700 hassagacha hassalanadi. Ya'ni insonning qilgan yaxshiligiga yaxshilik qitiladi. Bu hargiz bunda zulm babiga qarshi kelib qoldigan hukum tushuncha emas. Bu yerdagi zulm degani insonning qilgan yaxshiligining mukofoti berilmaydigan yoki qilgan jinoyatning jazosi oshirib beriladigan hukum aslo va aslo qanday qilmaydi, bo'lmaydi. Shunga Qur'oni Karimda Allah öz fazli merhametini ifadlab, "Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalika felyefrahu ve huve hayrun mimma yecmaun." Allah öz fazli merhameti bilan bizni hoş qildiganlik bilan xabar qilgan qarindoshlar. Shuning bilan vaqt munosabatimiz bilan bugungi dars mushada oxirlashdi. Kelar soatlik darsda ko'rishganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim qarindoshlar.